Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmetli qarindoshlar, din va hayot nomli suhbat programmamizga diqqatinglarni berganlarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bölümida islomda o'tirganlik haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Obul Qosim Ahmadi, programmamizning bugungi aziz mehmoni ustoz Abdul Ahad Hafiz bo'ladi. Programmamiz uchun qimmatli vaqtini taqdim qilgan ustoz Abdulahad Azimga chin ko'nglimizdan rahmat bildiramiz. Ustoz Abdulahad Azim, ba'zilar shu o'tirhallik masalasini halol bilan haromning o'tirisidan yo'l chiqarish deb xato tushunib olib, bu masaladan o'zlarini qochirishadi. Shunga o'zlari bu masala haqida tushunib berib o'tgan bo'lsalar. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İslam'da oturhallık biz baştan düşündürmekçi olsak, yani bu oturhallık dediğimiz Arapçada vasatiye. Vasat sözünün Arapçadaki lügatta işletilişi iki xil manada işletildi. Birincisi iki zıt narsının o'ttirisi. O'ttirisidagi narsa degan bo'ldi. Masalan, cho'ng va kichikning o'ttirisini vasat deymiz. Misol versak, masalan, as-saxa'u bayna tabzir va taqdir. Ya'ni saxiylik buzib chetish bilan bexillik qilib his qilishning o'ttirisidagi bir xislatdir deganga o'xshash. Ikkinchi ma'nosi vasat, avsat degan so'z eng yaxshi, eng afzal degan lug'atda ishlatiladi, lug'at ma'nosida. Masalan, bu yerda Rasululloh min avsati qavmihi nasaban va sharafan. Rasululloh o'zining qavmining ichida nasab jihatda va sharaf jihatda eng afzal, eng ulug' kishi degan bo'ladi, avsatning ma'nosi. Bu hamda lug'at ma'nosi. Yani vasatiyanınki, bu oturhallıknınki İslam şeriatideki şer'i manisi, yoki İslam ulamalarının istilahidagi manisiga kelsak, bu yerda dinda hamda diniy ishlarimizda ifrat tafrit, ya'ni bir narsani chekidan oshirib o'tish va kamchilik qilish, ya'ni ihmol qilib qilmaslik. Zamanımızdaki til bilan deganda radikallik va passivlik deganninki o'tirisida, ya'ni biz dinimizni tushunishda, diniy ibodatlar olsun, boshqa ishlar olsun qilishda bir narsaga bak oshirib o'tib, yana bir narsani bundoq ihmol qilib sal qaraydigan ishni qilmaymiz demakchi endi. İslamning hamma hukmlariga, butun nimalarga o'xshash qarash. Buni tavazun desak bo'ladi, ya'ni tangpunqlik. İslamning o'rniga. Hozirgi shu xafalıqlar jamiyatimizdagi bu masalaga asosan shu vasatiyat yo'qolganlikdan insonni, ya'ni chekdan oshirib o'tish, sal qarash. İnsanın tabiati shunday bo'lishi kerak. Ya bir olsa sab bir ishga sal qaraydi ekanmiz. Ben o'zgardim deb onun chekdan oshirib o'tadi ekanmiz. Mana bu islom din asosan bu nimada shu o'tirhallik din deb buning islom dinining alayligida aytgan vasatiyatni. Bo'libmi hayotninki tartib bilan davomlash uchun cho'qim tangponlik bo'lmasa, bo'lmada misol olganda mashinaninki ya bir qatnash vositalariningki to'rt tarafi, to'rtning chaqning yeri o'xshash tang bo'lmasa, g'oyaga masofaga yetib bo'lmaydi. Ya'ni binida bir tarafini sal qarash, ya bir tarafini oshirib o'tish, buning bilan hamma ish buziladi. Shunga ulamolar aytgankan, vasatiyat yo'l tutib mangan kishilar
cho'qim bu g'alib qila oladi. Endi tarixni qaraydigan bo'lsak, chekitni oshirib o'tganlarmi mag'lub bo'lgan, sal qarab kelganlarmi ham tugishib ketgan. Yani şuna bu lügat ma'nosi, bunun islah ma'nosi nihoyat yaxshi bo'ldi. Şu endi bu şu sizlar degandek beşimiz musulmonlarniki hozirgi beşimizdagi kelgan xafaliklarniki musulmonlarniki g'alaba qilmasliklarniki asosli sabablardan birimi o'sha. Ya aşuratimiz bir işte, haddidan aşuratimiz yoki jiq ishlarga sal qaraymiz. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a emri kılıp fastaqim kema umirt. Aşu Allah'ın buyurgan dek istikamet tuzman diye. Yani bu vasatiya degenimizin manası şu an. İstikamet. Yani aşu Resulullah bizge gösterken, Kur'an-ı Kerim'de bizge sizip bergen yolda tuzman. Sol tarafki yoki o tarafki kessek o çağda biz şu dinimizni, yolumuzni ezib ketgan bo'lamiz. Qarindoshlarimiz islomdagi vasatiyatni, endi biz uni vasatiyatni hamda shu til lug'at ma'nosi uyg'urchadan o'tirhalik deb tarjima qildik ekanmiz. Bu o'tirhalik bilan uning lug'atning to'liq haqqi ado bo'lmaydi meningcha. Yangi bir lug'at deb chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu bek cho'ngnas. Sizlar bu o'tirhalik bek go'zal endi. Buni mush islomdagi ko'rsatgan o'tirhalikni tushungan har qanday odam qalbida islomga bo'lgan muhabbat ham boshqacha bir ashadandi. Bu dinimi degan güzel. Mesela Yahudlarninki olsa bu dinga nurg'ulgan ishlarda ihmal qaragan. Xristianlar bo'lsa chekdan oshirib o'tib, bu azg'un bo'lib ketgan. Bizning vijdonimizda Qur'oni Karimda chekdan oshib ketsa tatib ekilib tushirishimiz kerak. Tuvanda qilib qolib shu haq ustida Qur'on va sunnatga uyg'un ekilishning o'zi vasatiyat endi. Insonning tabiati bir bo'lsa sab ihmal qarab bir ishga sal qarab onun biparva qarab ziyan tatqan, abi olsa men haqni topdim deb, haqni tunudim deb, onun shariat ko'rsatgan chekni eshib ketib, oxirida ziyan tatib olgan. Butun hayotimizda shu ish tanqonlik nima degan go'zal. Shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda insonlarni shu yuqorida deyilgandek to'g'ri yo'l nim qilgan ekan. Shunga bir hadis ismi keldi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir sahabi kelib, "Ya Rasululloh, men bir ishqa bu nurg'ulg'an shariatning amallarini angladim. Meni bir ishqa deb basla. Men shuna qilsam jannatga chidigan yo'l" degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. "Qul amantu billah sumastaqim." Amantu billah, Allohga iymon keltirdim degan aman degan shuni mustahkam bo'lgan. Ya'ni o'ng tarafga chap tarafga tavrab ketmay, izib ketmay. Ba'zi qarindoshlarimizni ko'ramiz. Bir vaqtda qolsa, qimga eskiliblar qolmagan. An haqqa qaytdim deb hech kimni yaratmaydigan, hech qanday ulamoni yaratmaydigan. Ashunda o'zicha ching to'yilib, an oxirida-chi 4-5 yildan keyin qolsa, tugishib ketgan. Shuna xayrul umri awsatuha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qolganini sizlar yana to'liqlasizlar bu vaqtda. Endi bizningki islom dinimiz sizlarni yuqorida deb o'tdilar. İslam dinimiz zaten vasatiyat dini, o'tirhallik din. Nimishqa Allah Teala burundan tartib payg'ambarlarni avatib, bu din takomillashib, to'liqlanib eng oxirsida Muhammad alayhisolamga kelganda butun komil, mukammal bo'lib kelgandan keyin Alloh taolo bizga va ja'alnakum ummatan vasatan deb Muhammed Aleyhisselam ümmetine ummeten vasat yani o'ttirhal ummet. Yahudilarga o'xshash mesela peygamberlerge karşı ya Allah'a karşı her xil bo'lmag'ur fikrlardi bo'lmaydi. Hristiyanlarga o'xshash peygamberlerini iloh qilib oldigan darajada bo'lmaydi. Tuvandim deymiz uni. Deydi. Endi bu vasat ummet bo'lgandan keyin endi bu ummet başqa hozir kelgan ummatlarning hammasidan afzal, hammasidan yaxshi ummat bo'lgan. Shunga Qur'oni Karimda kuntum xayra ummatin uxrijat lin-nas. Sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar va insonlarga chiqarilgan deganing ma'nosi bu yerda. O'zinglar shu vasatiyat, shu to'g'ri yo'lda istiqomat, haq yo'lda mangan eng yaxshi ummat bo'ldinglar va boshqalarga shu yaxshilikni olib keldigan, boshqalarni shu yaxshilikka boshlayotgan ummat bo'ldinglar deydi. Degan bo'ldi. Shuning uchun ham de biz bu yerdagi o'tirhallik degandan yuqorida deyilgandek
ibodatni azroq qilish yoki harom bilan harom o'tirishlik kichkina yo'l chiqish o'tish emas. Bu o'tirhallik deganimizning maqsad islomning asli negizini. Shu haqiqatini Alloh taolo nima degan bo'lsa, Rasululloh bizga qanday ko'rsatgan bo'lsa, shuni unda o'ng so'lga qarab o'tmasdan, Allohning amrini, payg'ambarimizning sunnatini, ba'zi ishni qilib, ba'zi ishni tashlab qo'ymasdan, hammaga to'liq, ya'ni ati kulli zi haqqin haqq. Yani har bir narsaga o'zining haqqini berib to'g'ri minishdilar. Ma'da Rasululloh deydi: "İyyakum vel guluv fi'd-din." Dinda haddidan oshib o'tishdan saqlaninglar deydi. Nimishqa fa innama ahlaka man kana qablakum al-guluv fi'd-din. Burunqi ummatlarning burunqi payg'ambarlarning ummatlarining halok bo'lishiga sabab bo'lgan narsani shu dinda oshib o'tish. Ana oshib o'tish ikki xil bo'ldi. Ma chekidan oshib o'tishim bo'ladi, sal qarashda oshib o'tishim bo'ladi. Har ikkiga oshib o'tish insonni halokatga olib boradi. Jamiyatda ma'lum aytgandek, misolni ko'ryapmiz. Shu islom dinining haqqini to'liq berib, ana bu vasatiyat masalan yuqori sen Alloh bilan bandaning o'tirishdagi bo'lgan muomala, bandaninki farishta bilan bo'lgan muomalasi, anadan keyin mu'minlar bilan bo'lgan muomalalarda, mu'minninki g'ayrimusulmonlar bilan bo'lgan muomalalarda ham yo'lining belgilimi bor shariatning. Shu belgilimini tutib mangsa najotlik g'alabasiga shu yo'lga erishadi ekan inson. Endi o'zining havasi bilan bo'lgandan keyin ba'zida unga sal qarab ziyon tortgan, ba'zi chekni oshirib yutib ziyon tortgan. Shunga biz ham o'tirganlikninki har tarafdan uning misollari namoyanda ko'p. Shunga navbatda shu o'tirganlikning islomdagi namoyandalar ustida tushuncha vaslar. Ana o'tirganlikninki islom dinimizda başta deganda dinimiz zaten o'tirganlik dini. Endi buni misol shaklida endi namunalarini, namoyandalarini bersak, bu o'tirganlik aqidada, ibodatda, axloqda, qonun tuzumda, islomninki insonning aqliga hurmat qilishida hamma jihatdan o'tirganlikni ko'rgili bo'ladi. Aqidaga desak, masalan aqidada o'tirganlik deganimiz Yahudilar masalan Alloh taolani insonga o'xshash shaklda sifatlab, hatto Alloh taolani Musa alayhisalom bilan chirishib turtag'ini yengilib qolgan deyotgan gaplar bor. Shunga o'xshash. Undan keyin masalan nimaga Musa alayhisalomga Alloh taolani ko'rsatmasang biz ishonmaymiz deb, hatta naralloha jahratan, ochiq oshkora Allohni ko'rmay ishonmaymiz deb turib oldi. Xristianlar bo'lsa Alloh taolani 3 deydi. İsa alayhisalomni Allohning o'g'li deydi. Masalan Allohning o'g'li bor degan. Bular hammasi nimani haqdan ezib ketgan. Birisi Allohga bo'lgan ko'z qarashida eng tuyon past bo'lib tushib oldi. Birisi Allohga bo'lgan ixlosning ziyoligidan Allohni 3 deb yutib bo'ldi. U ozda. Lekin Allohning rahmat deb butun gunohni qilsin, Xudoyim afv qildi, kechir deb qolib nima qildi. Biz hamda buning o'tirisida Alloh taolani, shu Alloh taolo o'zi bizga Qur'onda sifatlab bergan bo'yicha Alloh taolo unda insonga va boshqa hech narsaga o'xshamaydi. Alloh taolo bo'lsa biz bir hech qanday shirki yo'q, hech qanday o'xshamaydi. Alloh taolaning o'g'li yo'q, shirki yo'q, o'xshi yo'q deb tushunamiz. Bu bo'lsa hamda bizningki haq shu hamda Alloh taolani o'zininki zotiga, o'zining sifatiga loyiq, o'zining sifatlari bilan tonish, o boshqa dindagilarga o'xshash ashurlatmaymiz. Bu aqidadagi o'tirganligimiz. Yana payg'ambarlarga ishimizga kelsak, Yahudilar payg'ambarlarni odatdagi insonlardanmi tuvan sifatlaydi.
har xil tuhmatlarni to'qiydi. Onun sırtida jiq payg'ambarlarni Zakariya alayhissalom, Yahya alayhissalom payg'ambarlarni o'ltirayotgan. Hatto Qur'onda Musa alayhissalomninki shu Musa alayhissalomga iymon keltirgan shular Musa alayhissalomga qanchalik adabsizlik qilganligi qandaq qilganligi Qur'onda natice zikr qilinadi. Bir payg'ambariga shunday hurmatsizlik qiladi. Anda ma'o Hristiyanlığa kelsak, ular o'ziniki ittahazu ahbarahum va ruhbanahum ilahan min dunillah masalan. Allah Taala'nınki o'zining payg'ambarlarini, payg'ambarlarning keyingi nimalarni ilah qilib oladi. Ilah o'xshash qilib oladi. Hatta Isa alayhissalom Allohning o'g'li deganga o'xshash. Biz bo'lsak payg'ambarlarni Allah Taala'nınki bendeleri, Allah Taala'nın en ulug' zatlar, har xil gunoh ma'siyatin ma'sum, pak, ondan keyin ular bizga o'xshash banda deb ishonamiz. Ularga Allah Taala'ning bilan tang yoki o darajada ko'tarib o'tmaymiz. Yahudilarga o'xshash tuvamni tushirib o'tmaymiz. O'z haqqi qo'yamiz. Jamiyatda shu bir qism odamlar bizning shu vasatiyatning ro'yidan shiroq qarindoshlar birini maqtisimi osmonga chiqib o'tadigan. Undan voz kechgan vaqtda yoki kun bitadigan. Shunda avvallar ashunga shu tangpunliq vasatiyat tushunchasi aziz bo'lgan ekan. Birini ixlos qilib qolgan vaqtida qolsa osmonga chiqib o'tgan ko'tarib, uningki ditiq yoqmaydigan bir ixlosdan tushib ketadigan yoki qolgan vaqtida uni butunlay azgaltirib o'tgan. Bu ibrat bu qissadan biz ibrat olishimiz kerak. Yahudilar ayni o'zining payg'ambarlarini nihoyatda paspalda tushundirib, uni odatga bir inson holatiga kelib qo'ygan. Hristiyanlar bo'lsa, hatto payg'ambar emas, odatga poplarga gunohni ko'chirishmak huquqini berib o'tgan. Bu nima degan? Chaqiniliq bu islom nima degan go'zal din. Olimlarga o'zining olimlarning yo'li, martabasi, payg'ambarga payg'ambarning martabasi, Allohning o'rnida tunish. Her narsani musulmonning o'zining ko'rsatgan yo'li va haqlari va huquqlari va buni haq huquqlarini joy-joyida berib mangsak, inshaalloh inson ajoyib parlaq qalblarga erishadi. Adonunki vasatiyanınki namde ibadetkiga kelsak masalan, ibadatda Allah Taala insonni kuch yetmaydigan ibadatga buyurgan emas. Allah Taala buyurgan ibadatlar, namoz olsun, zakat olsun, ro'za olsun hammasi bizningki iqtidorimiz, toqatimizningki yetadigan shaklda buyurgan. Ana onu ba'zilar onu o'zini qiynab tamoqni oz yapacak, riyozat qilman, uni qilman deb bundoq qilib olish orqali o'zidan Allah Taala buyurmagan, hatto tarki dunyo olib ibodat qilgan deb dunyoni tashlab dunyolik uchun ishlamay bundoq qilib olgan. Bir tarafdan ba'zi musulmonlarimiz ibodatga sal qaraydi. Namoz, ro'zani yaxshi ado qilmaydi. Buning vasatiyati haq. Aş Allah Taala buyurgan ibadatlarni hammani o'z joyida ado qilish va nimani aşırı etmezlik yine kam qilmaslik. Allah Taala masalan nima deydi juma namozida, hatta juma kunlikda hamda namozga kelgan ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah va zarul bay'. Sizlar agar juma kuni azon o'qigan vaqtida shu ilm setim hamma ishonni tashlab namozga jumaga boranglar deydi. Namoz tugagandan keyin faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Namoz tugagandan keyin mishda o'tiring deydi, chiqib tijoratingizni qiling. Allah Taolaning fazli karamidan islom tirikchilikni davomlashtiring deydi. Bu har men tirikchilik qildim, men ishlaydim, baloqamni qatdim deb namozni tark etsak, ibodatlarimizni qilmasak, xatolashgan gunohkor bo'lgan bo'lamiz. Men endi ibodat qilgan odam deb dunyolik uchun ishlamay, kech kunduz ibodat qilib yetib olsak, yana bolalarni haq tashlab qo'yib, jamiyatga o'zining bolalariga o'zi nafqa qaraydigan, ego bo'lmaydigan, yo'q ulug' yo'lga mangdim deb
bir qancha bolalarning turmushlarini qaramaydigan bu ibodat ham islomda yaxshi emas. Ya'ni demak, har ikkilisininki haqqini berish kerak. Ya'ni tangpungliq Yine Allah Teala vebtagi fima atakallahu daral ahire ve la tense nasibike mined dünya deydi. Allah'ın sana bergen nimetleri bilen ahiretini tila, ahiret üçün, ahiretin üçün işligen o zakat, halkı sadıklarını bir iş arkalık ama dünyadan nasibini unutma. Dünyada onu paydalanış, onu mu kılgın deydi. Yine nimdeydi? Ve la tec'al yedeke mağlulatan ila unukik ve la tabsutha kullal bast fetak'uda meluman mahsura. Yani sen sadıkı bir işten de sadıkı vermey, hiç kimge şimdi vermey, hiç kimge menfaatini yetkizmey, kulağını boynağına bağlayıp bunda kımıgan. Ve endi ben sadıkı verdim, ki işte yaxşılık yolga xarjladım deb boya qo'yg'ini hammani nima qilyapman, berib etme. Çünkü onda qilsang keyin nimada qolasan. Qiyinchilik qolasan deydi. Bu o'ttir yo'l degan. Allah Taala o nimada zakatmi? Qur'onda yerdan chiqqan o'sha zakatni berishda shundoq nachar endi. Sizlar agar sizlarga bersa shuni, ko'zingni yummay olmaydigan narsani bermanglar deydi. Rasululloh yana eng yuqori, eng oliy moldanmi zakat olmaymiz deydi. Yana bu nima desa, o hech kimga yaramaydigan eng nacharni bersa o zakat olgan odamga nima foydasi uning? O foydalanmaydi. Ang arasida bergan deb turasizlar, endi berguvchining qalbiga, ko'ngliga eg'ir keladi endi. Mana ang yuqori narsani evaldi deb. Onun uchun min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya'ni oilangizga bergan ang vasat, ya'ni o'tir haldan bersa ham olgan odamga foydasi bo'ladi, ham berguvchiga eg'ir kelmaydi. Bu shaklda haq, ya'ni to'g'ri yo'lda mangan bo'la olamiz. Hatta bizga duani o'rgatib, Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Yani dunyodan yaxshilik bergin, oxiratdan yaxshilik bergin deb duo qilamiz Alloh taolo. Demakki bizda dunyoda yaxshi ish qilib, yaxshiligimiz bo'lish kerak. Muhtojmiz yaxshilikqa. Manfaatimiz bo'lishi kerak. Oxiratimiz uchun yaxshilik qilishimiz kerak. Şu nimada ibodatni chiqarib bilish masalasida mashhur hadis var. Rasulullah'ın uyga 3 odam kelib, ayollardan Rasululloh endi ma'u farz ibodatni mishti ko'rdi endi. Uyda qanday ibodat qilibki Rasululloh payg'ambarimiz deb kelib so'rgan vaqtida ayollari Rasulullah'ın ibodatlarini deb bergandan keyin ular o'ylab tuzuk ibodat qilmayotgan uyda. Azken o ibadet deyishib, ondan keyin Rasululloh endi bütün gunohdan ma'sum, gunohi afv qilingan bo'lgandan keyin jiq ibodatga hojat yo'q. Shunga oz qildi. Biz endi jiq qilishimiz kerak. Biz o payg'ambarimizdek andaq nima bo'lmagandan keyin deb birisi men umr bo'yicha xotlanmayman. Shundoq o'taman dedi. Yana birisi men shu umr bo'yicha ro'za tutaman dedi. Deydi. Yine birisi ben hiç uxlamay namoz o'qiyman. Ömrümde uxlamayman dedi. Deb ashunday degandan keyin Rasululloh kelib o gapini anglab, masjidga berib ularga shunday deyishibsizlar. Rasululloh kayib ketgan deganlar go. Gapning men shu vasatiyatni hal qilgan endi ular. Sizlarga Allohdan eng qo'rqadiganliginglar mana. Unda turug'liq men o'ylanaman. Ondan keyin kechasi ham uxlayman, ham ibodatni qilaman, qo'rqib namoz o'qiyman. Ro'zani tutaman, ro'za tutmagan kunlarim bo'ladi degan. Ammo shuni haq yo'lmish endi. Bizningki vasatiya deganimizdan maqsadimizmi? Shu ko'rsatgan bo'yicha haq maqsad ashur etmasak, kam qo'ymasak, shu durust. Endi bir shu bunda shariat olmasimi? İnsan takat keltiremiyor. Şuna dinde biraz sonra çıngıt olmanlar, çıngıt olup kaldı kendisiler, o çıngıt olan adam çokum o halak bulur degen. Ameliyette bazıları çıngıtıp 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl çıdayalayken ahırda insan boğandayken bütün suluşup o sapla uzun sepirdiğin ahvallar körünülük.
Benim hayatımda nur olan karandaşlarımla körülük. Bazı meselede Ruhsızda Orta Asya'ya basan bir kısım karandaşlar hakkı kayıttık dep şunda kılıp tacıtılığına başlap kursan oldum. En aksıdın nurgulluğun nepli ibadetini özüp kıptı. Hatta bu lalıqı şimdilerinde hemimiz kahpaça kıldı kesip kiyip aşında kılıp kıptı. Kursan oldum. Ben ensirdimde bu narsini davamlaştırış meselesi var. Emelinin Allah'a en yaxşı kıllığı az bolsun davam kıllığı. Yani bir şuradan keyin yani ütüş doğru geldi. Basam şunda çıngıtıp algan karandaşlar kalsam şu yani qaytadan tamakının kuluğu alıp Xudoyim saqlasin endi. Şu yani eski yo'lga ketip qolgan. Bu ahvollar jiqan shunda. Eski yo'lda men en haq yo'lga qaytdim deb, en qaytgan kuni shu qaytgan vaqtida yoki 5-6 oy ya bir yil naching tutib qilib en ahirda açığın tutqan vaqtida yaxshi yo'lga qaytadigan vaqtida qalsak bu balning og'ziga ulumolning har ulumolni da haqorat qilib atgan u ibodat qilmaydi taqvo emas deb shunda qirlab atgan ma'lum vaqtdan keyin qalsa o'zi yana shunda azgın yo'lga ketib qolgan. Shunga bu payg'ambar alayhisolatu vasallam bu islom din hikmat har birisi. Mushunda taqat keltirolmaysizlar. Shunga Allohning rasuli ko'rsatgan yo'lni qabul qilsak bizga yetarli bu. Bir yer kelganda çıngıt ölüp, bir yer kelganda uxlab ölüp qolmay, hamma yerda ko'rsatgan belgilim bo'yicha mansaq, dunyoligimizda yaxshilik, oxiratda yaxshiligimizga erishimiz endi. Endi axloq masalan. Axloqdagi o'tirganlik. To'g'riliqdagi o'tirganlikka kelsak, bunda ikki xil odam bor, buni islom qabul qilmaydi. Birinchisi ibodatni necha qilgan, sakallarını meydeskiçe koyup altkan, kolda tesbih düşmeytkan, meştin çıkmaytkan abid adamlar. Ama bunu ahlakını açar. Ahlaksız kişilerge yaman muamele kılıdı. Ondan keyin kişinin hakkını işten korkmaydı. Yalgan gap kılıştan korkmaydı. Muşundaq adamlar var. Yeni bir xili var hem de menin niyetim duros. Dap Akın namaz okumaytkan. Ko'nglim yaxshi deb qo'yapti. Men işte kishini haqqini yemayman. To'g'ri kishini haqqini yemaydi. Axloqi yaxshi, kishilarga muomalasi yaxshi, yaxshi muomala qildi. Ammo ibodatlarni qilmaydi. Ikkilasi xatolikda, bu ikkilisini islomda bu qabul qilinmayotgan kishilar. Onun için hem de asli ibadet, bizden asli ibadetinin neticesi güzel ahlak oluş gerek. Şu an Allah Teala Kur'an'da inne salate tenha anil fahşai vel münker deydi. Namaz fahşadın, fahişe, yaman işlerden ve münker işlerden tosur deydi. Eğer hem namaz bizne şu işten tosanmasa, o çağda biz namazımızda mesele var diyen. Layıkıda okuyanmaktımız diyen geldi. Şunun okşaş, başka ahvallarda mı biz hem ahlakımızda hem işte otur hal normal buluş gerek. Peygamberimiz akli vesatiyet hakkında. Sayısıyla Peygamberimiz dostluk, bek dostluk etmezken diyen gapni qildi. Onun hakkında Resulullah'ın bir hadisi var. Birisini yaxshi ko'rgan chog'ingda hadisni oshirib etma. O seninki düşman qilishi mumkin. Birisiga düşman bo'lib o'ch ko'rgan chog'ingda haqdan oshirib etma, bir kun do'stona qilishi mumkin-da. Onda ham o'tirib hal bo'lish kerak. Birisini o'ch ko'rsak yoki yomon ko'rsak, ana aqlga endi bu naytebek muhim hassas masala. Aqlni kelgan vaqtida ham İslam'da insanın aklını şunda qadrlaydi, hürmetlaydi. İslam'nınki aklı yok adam İslam'a mükellef olmaydı. Muş Kur'an'ga nurgulluğun ayetleri la'allakum taqilun. Afala yaqilun. Leulul albab. Diyen ayetler cık. Hem de bunu da mı otur hal oluş gerek. Ama felsefeler mesela. Bu kalam mütekellim alimlerden mu'tezileler. Bu aklını bek şu nima qilib, aqli qabul qilganlar ishini aytgan, aqli qabul qilmagan hatto mu'tezileler şu Qur'onning oyatlarini aqlni asos qilib turib, jiq oyatlarni aqlimizga uyg'un kelmaydi deb o'zi xohlagancha ta'vil qilamiz deb boshqa ma'nolarni chiqartgan yoki ketilgan.
Felsefede mi, felsefeli mi? Aklı bilen oylap hatta Allah Teala'nın zatı da bu metafizik deyimiz hamda ruhi alem ahiretke ta'alluq. Muşundaq insanın aklının dairesiga kirmay tuqqan masalani mi? Shu aqlim bilan qilmandab anjiq ishida ezib ketib xato hukmlarni chiqargan. Yani yeni bir tarafta dini qarindoshlarimiz bu aqlning rolini faqat sıfırlayapti. Nol. O hadisni Qur'onning oyatlarini o'qigan chog'imda bir o'ylab beqish ma'u nimdavatidu deyishkimi aqlni ishlatib bo'lmaydi. Xristianlarımızda endaki buyurğanga kallağına çükürüp qilgin, aqlınga bağmagın degan. Ama İslamda aqlning o'rni ki normal onunga. İslamda biz hadislarni tushunishda, oyatlarni tushunishda aqlimizni ish qilamiz. Aqlimiz bilan har bir buyurgan chiqdiga ishlang hikmatlari va sirlari va uni tirishimiz kerak. Bilishga tirishimiz shunda da'vat ishlaridimi, kishilarni islomga chaqirishdimi? Shuni shu haqini qachurlatmasdan yoki nimada Şoň Rasulullah yassiru ve la tuassiru, bashiru ve la tunaffiru degan. Yani bu din asan bo'lgandan keyin buni zorlaştırıp, qiyinlashtirib kishilarni qachurlatmay, buni shu asani bo'yicha xush xabar berish orqali chaqiriladi. Bu shu buni aqldagi islomga qilgan hurmatdan, islomdagi aql qilgan hurmat. Navanda shu bizda o'tirhalliqning g'oyalari. İşte biraz tushuncha berasizlar. O'tirhalliqni biz nima uchun bu biz o'tirhalliqni tashabbus qildik bu vaqtda. O'tirhalliqning g'oyalari nima? Endi yuqorida dedik, dinimiz bizning islom dinimiz o'tirhalliq dini, haq din. Biz shu haq yo'lda mansaq, to'g'ri yo'lda mangamiz. Ammo biroq bu haqni shu biz musulmonlarda bu haqning egalari bo'lganlar o'zimiz shunday ifrat tafrid qilib yurib, jiq yo'lda xatoliklarni o'tkazib qilib qoldik. Shuning uchun ham bizningki o'tirhalliqni tashabbus qilishimiz, bunga chaqirishimiz shu birinchi g'oyamiz hamda islomningki aslini, shu haq bo'lgan narsani Kitabullah, Allah Teala'nın kitabıda, Resulullah'ın sünnetinde qanday kelgan bo'lsa, şunu halis şekilde oturup qo'yish ve şu bo'yicha menish. Onu o tarafga o'tirib nima qilatmaslik. Bu birinchi asos g'oya. İkincisi ham de İslam dini zaten asonlik din. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra deydi Qur'onda. Allah Teala sizlarga asonlikni xohlaydi, o taslikni, qiyinchilikni xohlamaydi. Şuna bizga masalan bir kunda 5 vaqt namoz, bir yilda bir oy roza, zakat, bu ibodatlarni qilgan chog'imiz shunday oson hamda. O agar inson ig'ir kelib qolgan emas. Bu asonlikni saqlash. Şuna Rasulullah buyurgan debdi, inna dina yusrun. Din asonlik dini. Ve la yushadda dina ahadun illa galabahu. Kim bu dinni aşı çıngıtып alsa, özünün asonligini qilman bek çıngı tutatdim deb çıngıtып alsa, sayısı degandek o din onu yengib o'tadi. Mag'lub bo'ladi. Oxirida herib qoladi, qilanmay, undan keyin. Üçüncü asosli g'oya hamda bu tashabbus qilishdan. İnsanlarga bu asonlik dini bo'lgandan keyin insonlar ham da bedeniga olsun, malga olsun her türlü bir qiyinchilik hosil o'tgan yerda o qiyinchilikni haraj deymiz buni. Onu ko'tarish. Yani ad-dururat tubihul mahzurat. Bunun vasat yolu var. O'tirhal onu yine Allah Teala'nın ruhsatları var bizga bergan. Rasululloh ko'rsatgan ruhsat var. Bu ruhsatlarni qilish kerak. Yo'q, men masalan safarda roza tutish farz emas endi. Asonlik olsun deb buyurgan. Yo'q, men roza tutatdim. Deb tutdim, yaxshi hamda. Agar jiq bir qiyinchilikqa uchrab yo'lda qiyinchilikqa uchrasang, bu sening tutganing savob bo'lmaydi. O'zini Şeriat ruxsat bergandan keyin qabul qilish kerak. Masalan, kasallab qolgan odam
doktorxonaga berib davolanish kerak. Ama bazı bir salamlı var. Allah bana bu şu takdir kıptı, bu keselne. Bu kesel razı oluşun kerak, nimişka davolanaman der. Bu durus emas. Allah Teala keselni yaratkan, davanı mı yaratkan? Onu hem davanımız bu kıyınçılıklar, yani insanlık başarıp etken kıyınçılıklarda İslam bizge asallık yollarını, ruhsatlarını gösterip bergen. Bunu mu aşur etmezden öz layıkıda kollanışımız gerek. Hem de kısaca şu narsalar bizne şu teşebbüs kılasın, şunu maksat kılımız. Bu oturhallık hakikaten İslam dininin alayidliklerinin biri bu. Bu hiç kanda bir dinde yok. Oturhallık yukarıda söyleyip bitildi. Tempunluk. Yani hayatımızda hem tarafına kandaki bir yukarı değilgendeki biz bir maşinimizin ki hem tarafıga tötçaqaga, ruluğa, meyiga hem tarafıga o'xshash ko'ngil bilib turmasak, o bir tarafini deb da yem bir tarafini unutib qalsak, bizni yo'lda qo'ydi. Shunga o'xshash bu islomninki hamma tarafini shariat ko'rsatgan bo'yicha ado qilib maqsad, inshaalloh bu hammamizga yaxshi bo'lsa. Hürmetlik qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtingizni berganingizga rahmat. Bu programmamizni suratga ilishtirib qo'yish ishini qilayotgan qarindoshimiz Odiljonga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Har biringlar bilan qayta uchrashish umidi bilan bu yerda xo'shlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.